Assalomu alaykum hammaga. Bugun O'zbekistonda qor. Mana qor kerakmi? Mana qor. Bugungi sizlar bilan qisqacha bir nimani ulashmoqchiman. Misol uchun chetda o'zim ancha yillar yurdim. Shuni guvohi bo'ldimki, misol uchun siz chet elda 10 yil yurasizmi, 20 yil yurasizmi, lekin baribir O'zbekistonga qaytasiz, yana pulingiz yo'q bo'lib turaveradi. O'shanga misol uchun chetda o'sha 15 yil, 20 yillab yurgan odamlarni ko'rdim. Gaplashsangiz pul yo'q deydi. Misol uchun Koreyadan chet eldan qachon ketasiz? Rossiyadan chet eldan O'zbekistonga qachon ketasiz? Butunlay deb so'rasangiz, hali kam ko'rsin, hali uni qilishim kerak, hali bu qilishim kerak. 20 yildan beri qilmagan odam endi qanaqa qilib qiladi? O'shaning uchun do'stlar, men sizlarga qisqacha, agar videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, qisqacha maslahatim, chet elga chiqadigan bo'lsalaring, mana bunaqa uy-joy, haligi mashina, unaqa narsalarni umuman oxirgi darajaga qo'yib turib, birinchi o'rinda o'sha topayotgan pulingizni nimagadir kichkina narsaga bo'lsa ham sarmoya qilib qo'yish kerak. Misol uchun oddiygina qishloq sharoitda uy hayvonimi, qo'ymi, sigirmi, nima bo'lsa ham, yokida birorta yermi, uchastkami, yokida dommi, shunaqa narsalarga oz bo'lsa ham investitsiya qilib, pul tikib kerak bo'lsa o'sha 5-6 yilda bemalol bitta uyli, ikkita uyli bo'lsangiz bo'ladi. Keyin uni arendaga berib, misol uchun bemalol chetga chiqmasdan ham oyiga ikkita uy olsangiz 5-6 yilda misol chetga yurib, uni arendasi misol uchun $500-600 bo'ladi bir oyga. Bemalol o'zingiz ro'zg'oringizni tebratib yurgani bo'ladi, chetga umuman chiqilmaydi holatda. Misol uchun men o'zim juda ko'p guvoh bo'lganman. Misol uchun Koreyada ishlab yurgan vaqtimizda 5 yillab, 10 yillab yurganlar bor. Koreyada ishlaydi, pul topadi, O'zbekistonga ketadi, bir kelashab puli yo'q yana. Keyin yana chetga harakat qiladi. Unaqa davom etadigan bo'lsa, hech qachon bir o'zgarish bo'lmaydi, men o'ylashimcha. O'shaning uchun oldindan ko'p narsalarda o'ylab, unaqa uy-joy, mol-mulklarga, misol uchun uyimni remont qilaman, uy solaman, unaqa qilmasdan, o'sha realniy bir pul kelib turadigan narsalarga investitsiya qilingani yaxshi. Kecha kuni xabar kelganda, O'zbekistonda ko'p joylarda qor yog'adi deb, mana O'zbekistonda ko'p joylarda mana qor kerakmi? Mana qor. Hamma joyda qor. Shunaqa do'stlar, mana qish vaqtidan beri endi mana qor yog'di. Endi qor yog'ish kerak. Dehqonchilik, boshqa narsalarga hammasiga foydali. Kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum hammaga. Bugun O'zbekistonda qor. Mana qor kerakmi? Mana qor. Bugungi sizlar bilan qisqacha bir nimani ulashmoqchiman. Misol uchun chetda o'zim ancha yillar yurdim. Shuni guvohi bo'ldimki, misol uchun siz chet elda 10 yil yurasizmi, 20 yil yurasizmi, lekin baribir O'zbekistonga qaytasiz, yana pulingiz yo'q bo'lib turaveradi. O'shanga misol uchun chetda o'sha 15 yil, 20 yillab yurgan odamlarni ko'rdim. Gaplashsangiz pul yo'q deydi. Misol uchun Koreyadan chet eldan qachon ketasiz? Rossiyadan chet eldan O'zbekistonga qachon ketasiz? Butunlay deb so'rasangiz, hali kam ko'rsin, hali uni qilishim kerak, hali bu qilishim kerak. 20 yildan beri qilmagan odam endi qanaqa qilib qiladi? O'shaning uchun do'stlar, men sizlarga qisqacha, agar videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, qisqacha maslahatim, chet elga chiqadigan bo'lsalaring, mana bunaqa uy-joy, haligi mashina, unaqa narsalarni umuman oxirgi darajaga qo'yib turib, birinchi o'rinda o'sha topayotgan pulingizni nimagadir kichkina narsaga bo'lsa ham sarmoya qilib qo'yish kerak. Misol uchun oddiygina qishloq sharoitda uy hayvonimi, qo'ymi, sigirmi, nima bo'lsa ham, yokida birorta yermi, uchastkami, yokida dommi, shunaqa narsalarga oz bo'lsa ham investitsiya qilib, pul tikib kerak bo'lsa o'sha 5-6 yilda bemalol bitta uyli, ikkita uyli bo'lsangiz bo'ladi. Keyin uni arendaga berib, misol uchun bemalol chetga chiqmasdan ham oyiga ikkita uy olsangiz 5-6 yilda misol chetga yurib, uni arendasi misol uchun $500-600 bo'ladi bir oyga. Bemalol o'zingiz ro'zg'oringizni tebratib yurgani bo'ladi, chetga umuman chiqilmaydi holatda. Misol uchun men o'zim juda ko'p guvoh bo'lganman. Misol uchun Koreyada ishlab yurgan vaqtimizda 5 yillab, 10 yillab yurganlar bor. Koreyada ishlaydi, pul topadi, O'zbekistonga ketadi, bir kelashab puli yo'q yana. Keyin yana chetga harakat qiladi. Unaqa davom etadigan bo'lsa, hech qachon bir o'zgarish bo'lmaydi, men o'ylashimcha. O'shaning uchun oldindan
ko'p narsalarda o'ylab, bunaqa uy-joy, mol-mulklarga, misol uchun uyimni remont qilaman, uy solaman, unaqa qilmasdan o'sha realniy bir pul kelib turadigan narsaga investitsiya qilingani yaxshi.